Agarda Shayxontohur Ko'kcha masjid atrofida uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklifni bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Akalar, Nurafshon Perikroska bormi? Ko'rasizlar, katta yo'ldan taxminan 100 metr atrofida tushib yonimiz. Umumiy 6 sot yer maydoniga ega bo'lgan tayyor uchastka srochni sotiladi. Ko'chasini ko'ryapsizlarmi? Fayzli tinch mahallada joylashgan, old tarafdan o'zining zahvat joylariga ega. Ko'cha tarafidan fasadi 25 atrofida chiqyapti. Ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, darvozaxonadan kiraverishga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Keng katta hovlisini ko'rishimiz mumkin. Fayzlikning o'rtada katta zeleniy zona joylashgan bo'lsa, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan, aylanasiga imoratni ko'rishimiz mumkin. Remontlari tayyor holatda. Ikkita oila bemalol mazza qilib yashasa bo'ladigan. Ro'parada 2 etajli bino ko'radigan bo'lsak, bu yoqda 1,5 etajda, tepalari ba'zilari zal ko'rinishida, ba'zilari yotoqxona ko'rinishida, pastida ham xuddi bir xil joylashgan bo'ladi. Xonalari remontlari tayyor holatda. Bu yoqda alohida sanuzel, alohida kuxnalarni ko'rishimiz mumkin. Ikkita oila bemalol kelib yashasa bo'ladigan uchastka. 6 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor uchastka. Ko'kcha masjidi atrofida joylashgan botdi. Orientir Nurafshon Perikroskani yonginasida birinchi Oqlon mahallasi botdi. Katta yo'ldan 100 metr atrofida tushib keldik. 6 sotixli tayyor uchastkani sizlar uchun narxini 1 sotixini $75,000 dan qo'yyapmiz. Albatta, kelishadigan joylar bor. Pastda egalar nomerini qoldiraman. Savdolashib olsanglar bo'ladi.